Assalomu alaykum, Milturimiz kuzatuvchilari. Chorvadorligi bor akalarimizni ko'pchiligi so'ragan, Xitoyda ishlab chiqarilgan yangi turdagi universal drabelkalarimiz keldi. Video davomida narxlarini, ishlatish tartibini aytib tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Qani boshladik unda biz. Bu uskunamiz qurigan sotani ustidagi mardagini, ya'ni postlarni shilib beradigan uskuna. Juda ham ko'pchilik opa-singillarimiz o'tirib olib, bitta shilib o'tirishadi-yu. Xuddi shu vazifani uy sharoitida 220 voltda ishlatsangiz bo'ladi. Motori 3,5 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Soatiga 2 tonna qurigan sodani ustidagi mardagini shilib bera oladi. Mana bu yerdan solinadi. Bu tarafdan bo'lsa shilingan holatda chiqib keladi. Haligi mardagi po'stov qaysi tarafga to'planadi? Siz mana bu tarafga to'planadi. Mana ko'rsatib o'ting. Bu idish ichiga to'planadi. Ventilyatsiyasi xizmati bu yerdan itarib chiqaraveradi. Juda ham baquvvat ishlangan, korpuslari ham ancha qalin ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $280 qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obunachilarimiz uchun obuna bo'lib qo'ying. Chegirmalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatimiz bor. Kelishilgan holda. Bundan keyingi uskunamiz endi donni sotasidan ajratib beradigan uskuna. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat undan ishlash tartibi donni sotasidan ajratib beradi. Uy sharoitida 220 voltda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan solinadi. Motori 3,5 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'ladi apparatimiz ham. Bu tarafdan solasiz, bu tarafdan don chiqib keladi, sodasi vaqtida alohida chiqadi. Mana bu ventilyatsiya xizmatini bajaradi, ya'ni filtr xizmatini bajaradi bu narsa. Changlarini, nimalarni mana shu o'ziga yig'ib oladi. Juda ham zo'r ishlangan bu. Buni ham endi juda ham katta yerga makka ekkan akalarimiz bo'lsa, olib ishlatsa bo'ladi. Fermer akalar uchun juda ham zo'r mahsulot. Mahalla kuylarga, qishloqdoshlarga ham bemalol narxini kelishib, misol uchun ijara asosida soatiga 50 mingmi, 100 mingmi yoki 150 mingmi shunaqa qilib kelishib bersangiz ham bo'ladi. Bu tezda buzilib qoladigan narsa emas. Ancha yil xizmat qiladigan narsa, xudo xolasa, sizni qaratadi aka. Xo'p, bu apparatimizni narxini $330 qilib beramiz. Yengilroq qilib kelishtirib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ygan mijozlarimiz bizga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsa. Bundan keyingi lentali drabelkalarimiz bor. Bu lentali drabelkalarimiz xulu quruq, nimaiki hasha farqi yo'q. Qo'yadisi nimaiki bo'lsa, o'zi tortib oladi. Lentali bo'ladi. Daqiqasiga mana ishlari 1350 marta aylanadi. Bu degani 2 tonnani bemalol chiqarib bera oladi. Soatiga. Mana bu yerda 2 sm, 3,5-4 sm qilib o'tni chiqishini o'zingiz legovka qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan o'zi lentasi tortib oladi. Mana bu yerda vallarini ham ko'ryapsiz. Juda ham baquvvat bo'ladi. Zavodskoy, svarka yoki ulangan joyi yo'q. Bitta e'tibor berib yaxshilab ko'rib qo'yasiz. Mana bu kolonni tichlari bo'lsa, bemalol bu tarafini qo'yib yoki bu tarafi yillar mobaynida ancha yildan keyin misol uchun o'tmaslashsa, bitta aylantirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni ancha yil xizmatingizni qilaveradi bemalol. Bu ham xuddi shunaqa uy sharoitida 220 voltda ishlatsangiz bo'ladi. Soatiga o'sha 2 tonna, 300 kilo bemalol chiqarib beradi. Buni narxini $320 qilib beramiz. Undan keyin mana bu xuddi shuna akasi bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa lentali bo'ladi. Buni endi plus tarafi bitta bunkerli hisoblanadi. Bu bunkerdan ustida sabzimi, baqlajonmi, nimaiki bo'lsa tashlaysiz. To'rg'angan holatda, ya'ni o'sha bo'laklariga bo'lib chiqarib beradi. Bu ham ancha motor baquvvat bo'ladi. 3,5 kilovatli uy sharoitida 220 voltda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kalyonli pichoqlarni ko'rib turibsiz. Mana bu yerda bu ham o'sha vallari, zavodskoy, umuman ulangan joyi yo'q. Keyin mana 7 qator tishi bo'ladi, yana ham titib beradi. Mana 3 holatda chiqadi. Mana bu yerdan o'zi tortib, mana ham qisib beryapti bitta. Bu tarafda ham kesib beryapti, mana o'zi titib beryapti. Albatta ham xuddi o'shunday legovka qilsangiz bo'ladi. Bu yerda qalasida turgan holatda 2 sm, 4 sm qilib. Keyin yana bitta narsa bu apparatimizni tishini bemalol ortiqcha mayda qilib yuboryapsiz, alohida bo'shatib, keyin yana qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r holatda bo'ladi. Ustidan ham bemalol o'sha nimaiki bo'lsa solib ishlataverasiz. Bemalol bo'laklariga bo'lib chiqarib beradi. Narxini bo'lsa $350 qilib beramiz. Sizlar ham kelishtirib, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bu xuddi o'sha narsani, faqat endi bu ham xuddi shunaqa. Bitta xuli quruq battan ham solaverasiz. Nimaiki bo'lsa, poyami, bedami, xohlagan narsangizni solaverasiz xuli quruq. Xohlasangiz bu tarafdan chiqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bunga o'xshagan bo'ladi. Hozir bunga ham kelamiz. Bunga o'xshagan emas bo'ladi. Hatto otib ham beraveradi. Birorta chuqurga bo'lsa, misol uchun chuqurga seriosga yoki boshqasiga tayyorlab otib beraveradi. Mana bu yerda o'zini zavodskoy tishlari bo'ladi. Eng kattasi, o'rtanchisi, kichigi. Bitta siz sotani, shu quruq sotani o'zini shunday tashlasangiz ham bo'laveradi. Bitta un holatida yoki kepak holatida bemalol
chiqarib beraveradi. Buni ham korpusini ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tish bunda ham bor. Buni ham hozir korpusini bitta ko'rsatib o'taman sizga. Bu qalinligini mana buni bitta ko'rsating. Mana bu tarafdan kirayotgan 3 ta kamyonning pichog'i bo'ladi. Molotkovli pichoqlari o'sha sotasi bilan tashlaganingizda yoki donni o'zini tashlaganingizda un holatida yoki kepak holatida chiqarib beradi. Sepkalari o'sha tishlarini olib, 3 ta tishi bo'ladi. Mana bu yana o'zini o'sha zavodskiy mana bu ham tish hisoblanadi. Mana bu yerda pichoqlari ham bor. Bu korpuslari ham juda ham baquvvat, 4,5 lik bo'ladi. Juda ham baquvvat lekin uy sharoitida bemalol 220 voltda ishlatsangiz bo'ladi. Ular daqiqasiga aylanishi va'da shu pichoqning aylanishi 4000 marta bo'ladi. Bu degani 2,5 tonnagacha, 2 tonna 300 kilogacha bemalol soatiga chiqarib bera oladi. Buni ham xuddi shunaqa narxini $350 qilib beramiz. O'sha obunachi bo'lgan klientlarimizga yana bir chegirmalarimiz bor, xudo xolasa. Xuddi shunaqa tish hozir mana pastga olib qo'yganmiz alohida qilib, mana uni tishi bo'lsa, xuddi shunaqa tish bunda ham bor. Bu apparatimiz bo'lsa, universal jodini full pozitsiyasi hisoblanadi. Juda ham bir yangi model, juda ham zo'r mahsulot. Bu ham xuddi shunaqa qo'yli qurib bu tarafdan solsangiz bo'ladi. Bu tarafdan o'tadigan qilib chiqarsangiz ham bo'ladi. Qopga yoki birorta idishga solib qo'ysangiz bu tarafdan tushadigan qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu tarafda donni vakuumli deyiladi, o'zi havo bilan so'rib olinadi. So'rib olgan holatda mana bu yerdan mana bu tarafdan idish qo'yib, qopgan yoki idishkani bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Ustidan buni ham xuddi shunday sotasi, quruq sotani nimasi bilan tashaverasiz. Donni o'zini tashlasangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Zo'r holatda, un holatida, qoling kepak holatida tishlarini tanlab o'zingiz qo'yasiz. Bu tarafdan chiqarib beraveradi. Bu tarafdan chiqarib beraveradi. Endi mana buni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Buni ham xuddi shunaqa 220 da uy sharoitida ishlatsangiz bo'ladi. Mana vallari bu tarafdan kirayotgan nimani xuddi hozirgi buni ukasida ko'rsatib o'tganimdek, bu vallari kesib beradi o'tlarni. Molotkovli pichoqlari bo'ladi. Bu molotkovli pichoqlari donni o'sha uqalab urib beradi. Mana vakuumli havoda so'rib chiqarib beradi. Mana vakuum vazifasini bajarganda. Bu ham xuddi shunaqa tishlarni o'zingiz xohlaganingizdaqa moslab nima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ularni ham bemalol soatiga 2 tonnadan ortiq chiqarib bera oladi bu apparatimiz ham. Juda ham zo'r. Yangilik juda ko'pchilik olishyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $380 qilib beramiz. Kanal do'stlarimiz uchun kelishtirib, yaxshi holatda, chiroyli holatda chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. 12 ta viloyatga kelishilgan holda. Farg'ona, Marg'ilon, Quvasoy shaharlari dastlabki xizmatlarimiz bepul. Yana bitta narsa, mana bu yerda yangi model granulyatorlarimiz kelgan. Bularda ham videolarini qilganmiz. 2-3 kunda xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Mana ko'rsating. 220 da ishlaydigan mana 2 ta rolikli desam, 3 ta roliklimi, 4 ta rolikli, 7,5 kW, 15 kW, 22 kW kelaveradi. Yangi modellar kelgan. Bularni ham videolarini xudo xolasa 2-3 kunda uzog'i bilan tayyor qilib qo'yamiz. Murojaat qilsalaring bo'laveradi. Drabilka yoki granulyator olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana shu pastga yozilgan nomerlarga xudo xolasa biz aloqadamiz. Sizlar bilan Miltronuz bo'ldi. Salomat bo'linglar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.